2025-yilda Mortal Meister 5200R uskunasida nima o'zgarishlar bo'ldi? Esingizda bo'lsa, 2024-yil oxirigacha uskunalarimiz mana shunday ko'rinishda bo'lgan. 2025-yilga kelib esa uskunamiz yangicha dizayn ishlab chiqarilish boshlandi. Endi instrumentlarni kapot ichiga solish shart emas, sababi o'zining qutisi bor. Nima o'zgarish ko'ryapsizlar? Ha, albatta. Mana shu yerda elektronika korobkasi bo'lardi. Endi uni ham ixchamlashtirib, hammasini mana shu yerga joylab qo'ydik. Menga eng yoqqan joylardan biri bu ekrani. Ekran shunchaki chiroy uchun qo'yilgani yo'q. Endi uskunamiz yana ham aqlliroq bo'ldi. Sababi endi sizlar motorni harorati, kompressor harorati, solarka necha foiz qolganligi, hattoki akkumulyator holatigacha ko'rishingiz mumkin. Yana bir ma'lumot o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, agarda mana shu ko'rsatkichlarda muammo yuzaga kelsa, mana shu indikatorlar yonadi va operatorni ogohlantiradi. Undan tashqari endi apparatda nima muammo bo'layotganligini bemalol mana shu ekran orqali ko'rsanglar bo'ladi. Sababi ekranimizda muammolar listi bor. Oddiygina bir tugmani bosib, nima muammo borligini ko'rib, uni bemalol bartaraf qilsanglar bo'ladi. Xullas, uskunamiz ancha aqlli bo'ldi. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun biz sizlarni showroomimizda kutib qolamiz.